Bu o'sha mashhur Skyblock, lekin oddiy Skyblock emas. Hammaga assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Bugun sehrli Skyblockni ikkinchi qismini olamiz. Let's go. Mana men sehrli Skyblocklarga o'ziman ko'prik qurib qo'ydim, yaxshi. Buni video davomida ko'rsatib o'tib ketaman. Hozir biz Ender Pearl topib, Endga borishimiz kerak. Mana shuni mana shu yerga qo'yib qo'yaylik. Bo'ldi. Ender ko'z va uni joylashtiramiz joyiga. Let's go. Aytgancha akalar, birinchi qismini ko'rmagan bo'lsanglar, mabodo kanalimga kirib turib ko'ringlar. Shu videoni pastida shunday turibdi. Kirib, ko'rib, o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Menga sal-pal yoqmadi-yu, lekin birinchi marta bunaqa video olishim. Bu yerda nima bo'lyapti? Nima qilyapti bu chest? Yaxshi, men buni topolmagandim o'tgan safar. What nima bu? What the fuck? No tipga chiqamiz, aqa-baqa burilmasdan va joyimizga tushamiz. Ko'zni joylashtiramizda ajdarhoni o'ldirib kelamiz. Mana ender ko'zlarini ham joylashtirib bo'ldim va menga 1 2 3 4 5 6 1 shuncha yetmayapti ekan, 6 ta yetmayapti ekan menga. Va men maksimum 5 ta qilalar ekanman. Nahotki bir dona chiqmasa, bir dona uchun men Nezerga borib kelamanmi shunda? What's up, bro? Ay. Boshqa ilojim yo'q. Nezerga borib kelaman-da. Sunduqlarimda yo'qmi ekan? Voy, yo'q ekan. Nahotki bir dona bo'lmasa. Yaxshi emas. Let's go Nezerga. Bu Skyblocklarni sizlarga men Endga borishimdan oldin ko'rsatib o'tib ketaman. Chunki Endga borishimdan oldin men qurol aslaha to'plashim kerak. Mana akalar kirdik, Nezerdamiz. Va bir dona shu blaze'larni o'ldirib, palkasini olib yasaymizda Ender ko'zni. Men videoni qisqa qilaman, video juda uzun bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun sizlarga bu video olingan videolarni ko'rsatmayman. Bularda yo'qmi ekan? Bular bilan torgovol yig'ilodimi? Nima o'tyapti bular menga? Kamon. Chunki menda oltin suvash yo'q ekanda. Oltin beramiz ularga. Davay. O'zinikini urdilar ekan. Mana shu yerda bekor tushganman-da, bori nima geniylik qilib turib o'lib qoldim. Temir ishtoncha kiyib olamiz. Oltin ishtoncha va temir kallani kiyib olamiz. Va yana Nezerga boramiz. Men blaze'larni o'ldirmagungacha to'xtamayman. Dragonni o'ldiramiz, chunki men umuman o'ldirmaganman. Jigarlar, men yana 2 soat aylanib yurib turib topolmadim va men boshqa portal qurishga qaror qildim. Mana shu yerdan portal quramiz. Boshqa joydan spawn qilsa juda zo'r bo'lardi. Qatga quraylik ekan. Mana shu yerga bosib yuboramiz. Mana shu yerga. Davay.
Mana portalni qurib bo'ldim va jajikalkada yoqamiz. Yoqib Netherga surib yuboramiz. 1 2 3. Men yana shu joydan spawn qildi. Значит, men mana shu yerdan boshqa joyga o'tolmay ekanman. Bu juda ham yomon, yaxshi emas. Mayli, men to'xtamayman, topmaguncha qo'ymayman. 2 hours later. Bu mana jigarlar, уже men skinimni ham alishtirib oldim. 5 soat aylanib yurdim ham shekilli. Oxiri 2 dona topdim. 2 dona o'ldirib turib, sirasi qaytib bordim, men sabrim chidamadi. Bakvos piyla shuncha mehnat uchun. Va bo'ldi, mana 1 dona yasab oldi va let's go. Shu 1 dona uchun qancha mehnat. Mana tayyor bo'ldi va biz skybloklardan loot qilishimiz kerak. Men qaranglar, geniyman-da, bor. IQ cheksizda Aura plus 999. Men tushungan o'sha. Men qarang, oxirgi kelib turib to'xtaganimga qarang jigarlar. Aura plus 999. Mana endi skybloklarga borib chiqamiz. Sizlar miriqib tomosha qilinglar, oldilaringga yeb ichishga narsa olib olinglar va men videoni juda ham chiroyli qilib turib boshlayman.
Va mana men hamma Skyblocklardan sekingina narsalar olib bo'ldim. Shuncha narsa bo'ldi. No, normalni. O'zimizga aslahalar, temir, oltinni, almaz maslahalar yasab olib turib, endga surib yuboramiz. Ajdarxonni savalab kelamiz. Menga blok ko'p kerak bo'ladi va mana men yasab ham oldim. Mana qanotlarda end Skyblockda olganman. Bug bo'lib qoldi shekilli hozir. Ikkita paqircha kerak bo'ladi, chunki biz suv olishimiz kerak. Va mana endga let's go. Bundan oldin suvlarni olib olamiz. Mana va men jang qilishga o'zi kirishib ketdim. Kristallarni yo'q qilamiz birinchi bo'lib. Kim urdi men vashshit tushunmadim. Jonimga qaranglar, bitta jon. Metdan harakat qilamiz. Mana. Yo'q, qanday? Mana o'zimman 5 soatdan keyin va ul jonini sal kamaytirdim, ozgina qoldi. Va yemagan kadrlarni kesib tashladim-da. Video uzun bo'lib ketmasin. Va mana hozir o'ladi, qaranglar. Hozir comeback qilaman, respekt qilamiz. Qaranglar. Bitta jon. Unda ham bitta jon desa ham bo'laveradi. Va mana ko'rdilaringmi? Yo'q, ko'rdilaringmi? U ham o'ldi va men ham o'ldim. Comeback now. Bu vashita birinchi marta ajdarxonni o'ldirdim. Chunki men Netherda va Endda survival qilmaganman, video olmaganman. Mana xursandchiligimni qaranglar. Like bosib qo'yinglar. Endi qaytamiz orqaga, bo'ldi. Uy quramiz. 5 etajli. Yomg'ir yog'ib, birinchi bo'lib uxlab olamiz. Mana o'sha uxlab turdik va let's go 5 etajli uy. Hours later. Va mana 5 etajli qura olmadim. Shuni o'ziga ham bir hafta vaqtim ketdi boru. Shunaqangi qiyin ekan uy qurish. Men hech qurib video olmagandim. No, shuni qurganimga xursandman men. Mana reklama qilamiz. 5 soat reklama. Hozir men ichini ham polni obzor qilib beraman.
man kreativdaman. Mana uydacha qamoqxona qilib qo'yganman. Ko'rgazma chiroylilikka. Va shuni ham bir hafta qurdim shekilli. Like bosib qo'yinglar jigarlar. Uyga 10 dan necha baho bergan bo'lardinglar? Kommentda albatta yozib qoldiringlar. Men birinchi marta qurishim 10 dan 10 kanishni. 10 dan 10. Ya birinchi marta qurishim 10 dan 10 emas, o'sha 11. Mana uyda yerda chiroyli qilib qo'ygan. Mana yerda gullar ham qo'yib, oynalar. O'sha manada qamoqxona ham bor. Qamoqxona zerikib qolmasligim uchun. Va menga ko'p daraxt kerak bo'lganligi uchun men mana shunga ham daraxt ekishga harakat qildim va boshqa skyblocklardan ham oldim daraxtlarni. Men moblarga ferma qurmaganman, qo'y, tovuqlarga ular bemalol yurishi mumkin, bizni ko'nglimiz ochiq va zombilar bo'lsa qamab qo'yaman ularni. Ko'tta joyda bemalol yuraveradi qo'ylar. Menga qaranglar, obuna bo'linglar jigarlar deb ham yozib qo'yganman. Juda chiroyli turibdi. Obuna bo'linglar. Va endi oxirida aytganimda tinatali bitta skyblock qolib ketgan, o'sha yerga boramiz. Mana o'sha skyblock juda ham zerikarli ekan, kelmasam ham bo'lar ekan. Lekin mana shu yerga kelmaganim uchun keldim. Mana videoni o'zida ko'rib olasizlar. Juda ham zerikarli, menga yoqmadi bu skyblock. Tinata faqat portlatar ekan bor-ku. Ishoninglar. Va pastga ham tushirdim va hamma joyda tinti bor ekan. Mana yerda ham lechak borligini ko'rib qoldim. Mana. Buni bossam yerda sunduq paydo bo'ldi, ochdim, portlab ketdi. Juda ham zerikarli ekan. Uzr jigarlar. Sorry. Va video tugadi. Mayli, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sizlar bilan Abdulatif Gaming kanali bo'ldi. Bu video obuna bo'lishlaringiz arziydi.